Hanım kızlar, mana xemirlarimizmi bo'lib tayyor bo'ldi ya. Endi buni og'zini ichib, xonimlar, buningga boya biz tayyorlab olgan tuxum, chanib olgan piyoz, yumg'oq sut, yemish, shu narsalarni solgandan sirt, mana bu piyolada 2 gram atrofida sudaga qaynoq suv quyib, shunchalik qaynoq suv quyib, buni aralashtirib oldik. Sudani eritib oldik. Endi mush xemirimizning ustiga shuni quyamiz xonimlar. Quyib, anandan keyin 3 tane tuxumni chiqib buni to'kimiz. Qolgan aralashmalarni biraqla to'kib, obdan chelib olamiz. Qo'limiz bilan aralashtiramiz xonimlar. Xonim qizlar, tuxumdan boshqa ikkinchi qilib turdik. Men xemirimiz sal bo'sh. Endi 3 ta tuxum chaqsaq bek bo'shab ketmasin degan maqsadda ikkinchi qilib turdik, aralashtirib baqili. Agar muvofiq bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yana bir tuxum chaqamiz. Yana bir chiqib chaqandiq. Üçili tuxumni chaqavatimiz. Üçülisini chaqavatdik. Ani aralashtirish jarayonida az kaygini qilib qoldik. Chaqavatdik xonimlar. Mushu shaklda buni obdan chaylab, mush aralashmalarning hammasini aralashtiramiz xonimlar. Ana qizlar, xemirni chaylash usuli mana shunda bo'ldi. Mushu shaklda obdan buni chaylab, hamma aralashmalarni aralashtirib bo'lgandan keyin bu xemirimizni yana 1 soat atrofida qayta bo'ldiramiz. Chunki bu xemirni biz chaylash jarayonida petriga yondirib atdik. Mayni qizitib agar musholat hisab qilsak, bu quymoqimiz o'lmaydi, ujumi ko'pmaydi. Shuning uchun buni qayta bo'ldirishimiz kerak. Bu bo'lgan oldin ko'raylar xonimlar. Xonim qizlar, mana xemirimiz chaylanib bo'lgandan keyin qayta ko'pib bo'p tayyor bo'ldi ya. Men qozonda bo'lsa, meyimiz qizyapti xonimlar. Meyimizniki havosini tangshab, buni shu qo'limizda zo'l tutmaymiz xonimlar. Sal bir jumla holatga keltirib, akiltib turib, mayga silib pishirib olamiz. Mayga solgan vaqtimizda cho'mishda to'xtamasdan quymoqning ustiga mayni quyib turamiz. Anda bo'lgan chog'da mush quymoqning ko'pish tezlashidi. Shu mashg'ulotni o'taylar.